Zo'r. Bu natijangizni men rost mana o'zingizni kelganinglarni qo'yib turib mana videoga qilsak bo'laveradi. Deb zo'r. Hop, assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, aziz do'stlar. Bu akamizning avvalgi safar ham video qildik. Bularda demak qonlarida o'sha qand kasalligi bor. Plus virus qaysi bir edi? S. O'sha gepatit C'ni asoratli sifatida shakllangan jigar sirrozi. Qornlarida adashmasam 10 litrdan oshiq suv bormidi? 10 litrdan oshiq suv bor edi. Dekompensatsion holatda edi. Olib borgan o'sha eng so'nggi protokol lecheniyalar bilan birga va plus o'sha xalq tabobati usullari bilan birga qo'llab, hozir korpusda o'zlarini ahvollarini hozir yeng uylangan kuyov bola deb o'tiribdilar. Juda zo'r natijalari ko'z tegmasin. Halagani juda ham quvvatga to'lib, hozir qorinlarida ham suvlari yo'q, natijalari juda zo'r. Hozir buni Andijonda ko'rikdamiz. Mana bu bugungi tekshiruvlarida demak jigarlarida hech qanaqangi jiddiy o'zgarish yo'qligi va ozginchagina salgina kattalash borligini ko'rsatibdi. Незначительный гепатомегaliya deb bergan. Keyin taloqlari juda ham yaxshi. 125 ga 50 bo'libdi. Normal ko'rsatish. Talog'ingiz kattalashib ketdi. O't qopingizda juda katta toshlar bor edi. 8 mm ga tushibdi mana shu. Ancha kichraygan. Hamma gapning dalil isbotlari bor. Mana bu shu biza qorin bo'shlig'ini demak mana bu tekshiruvi. Mana bunda suv, mana qorin bo'shliq suv ishish, taloq osilishi, jigarda mana qurishlik, serotik sizmunini bo'lgan. O'sha demak aralash tibbiyot edi, ham zamonaviy tibbiyot davo usullari, ham o'sha xalq tabobatini qo'llab aralash qilib muolaja qildik. Bir kursdayoq juda zo'r natija olishgan, hozir o'zlari hammasini aytib beradi. Avval safar ham video qildik. Hozir mana endi bugungi rezultat hammasidan ham a'lo, hammasidan ham zo'r. Shuning uchun bekorga aytmadim. Yangi uylangan kuyov bo'ladi endi. Juda zo'r chiqdi. Kuyov bola o'tiribdilar o'zlari ham. Xullas, aka, o'zingizni tanishtirib, butun bir sizni dunyo olib ko'radi. Buni YouTube sahifasiga joylaymiz. Buni hamma bo'lgan o'zgarishlarni o'zligini aytib bersangiz bo'ladi. Abduhakim aka. Avvalambor assalomu alaykum. Men Yusuf Abduhakim Aliyevich. Andijon oblati Sizbaskan tumanida Sho'mada tavallud topganman. Men bu kasallikka chalinganimni o'zim bilgan emasman. Analiz topshirgani borib shu yerda ma'lum bo'ldiki, gepatit C bor ekan deb. O'zi bundan oldin meni sahr kasalligim bor. Sahr kasalligi bo'yicha davolanib turardim. Yilda 2 marta, keyin 1 marta bo'ldi. Yilda 1 martadan bu gepatit mana o'zim bilmayman qachon ilashganini. Shu kunga kelishimga avvalo mana jigarlarim sababchi. Qolaversa Alloh sababchi qilgan mana ukamiz oliy tayyorgarlik vrach Murabbos Hamidovich. Shu insonda mana nazarsheniyalar bilan shu kunga yetib keldi. Rahmat, qo'li dard ko'rmasin. O'ta izlanuvchan. Har bir inson bilan erikmasdan yaxshi muloqotga borib, yaxshi yo'nalishga yo'naltirib, yaxshi dorilarni berib, mana lecheniyalar nazlashak qilib beryapti. Shu biz internet orqali tanishdik. İnternet orqali topib borib, mana Xudoga shukr shu kunga yetib keldi. Meni ikkita odam ko'tarib borgan. Bu yoqqa peshana 7:30 gacha boraman deb niyat qilib, oxiri izlanib shu insonlarni topdik. Mana shu insonlarni qo'l ostida davolandik. Allohga shukr, ömrünün uzağı, rizqini ulug' qilsin, bola chaqasiga bosh qilsin.
Mana bu ukamiz yaqinda Germaniyaga borib birinchi o'chirib olib keldi. Rossiyaga borib keldi. Ko'p davlatlarga borib oliy natijalarga erishib kelyapti. Har bitta qo'ygan sahifalarni ko'rib boraman. Shu bizga o'xshagan kasallar davolab charchamasin. Xudoga shukr, juda yaxshi insonlarga Alloh yo'liqtirdi. Bu insonlarni Alloh sabab chiqib qo'ygan ekan. Mana Xudoga shukr, natijalar o'ta a'lo. O'zinglar ko'rdinglar mana. Bular ham tushyaptimi? Hop, mana. Sizlar ham ko'ringlar. Davlat sifatida ko'rib qo'yadi. Olsam, bu mana bu siz sizlar singillari mana ayollarini guvohlar sifatida aytamiz. Bularga haqiqatda jigarlarni ko'chirish amaliyoti holatida bo'lgan. Chunki juda kichrayib qurib ketuvdi. Men o'zim ham vaziyat shunaqa ekanligini ta'kidlab o'tganman. Bir kurs bilan endi sharoit yaxshi emasligi uchun avval bir kurs davolanib ko'raylik. Agar yaxshi tarafga qarab o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, davom ettiramiz. Agar o'zgarish ko'rmasak, hech qanaqangi bir ijobiy natija bo'lmasa, keyin peresadka qilish masalasini kelishgandik. Lekin avvalambor bu demak o'sha bizning O'zbekistonni meditsinasi bilan bunaqangi eng yuqori texnologiyalarda ko'rib, tekshirib, o'sha barcha kerakli bo'lgan muolajalarni qilib, eng so'nggi ustunligi o'sha kompyuter tomografiyada to'liq jigarni holatlarini, qorin bo'shlig'i, o'sha onkologik ko'rsatkichlar va yana boshqa o'sha vrachlar bilan birgalikda, mutaxassislar bilan birgalikda o'sha davo kursini olib bordik. O'ta murakkab va jiddiy kasallik boshlarini o'tkazdi. Hozir ham qonlarida qand kasalligi bor. Unga kerakli bo'lgan muolajalarni olib turadilar. Plus unga o'sha qo'shilgan jigarni qurish, ya'ni seroz kasalligi bo'lgan. Mana hozir 3 ta kursda juda zo'r natijalar bo'ldi va qo'shimchasiga bularga xalq tabobatida ARA terapiyasini olish kerakligini aytdim. Nechta kurs ARA oldingiz? 10 ta. Mana 10 ta yana qo'shimchasiga ARA kurs terapiyasi qilingan. Xullas hammasi aralash bo'lib, bir bo'lib hozir mana bu akamiz hamma kompyuter xulosalari, analiz tekshiruvlari bilan dinamikalari juda ham zo'r. Hech kim bu akamizning serozani o'ylamaydi, qornlarida suvlari ham yo'q. Endi bu o'zavat qo'yishish hamma narsa, chunki biz tekshirib ko'rdik, qornlarida umuman suv yo'q, jigar aktiv holatda ishlamoqda, chandiqlari ketgan, bir munchagina qotishlik bor va o'sha kengayishlik bor. Endi o'sha jigardagi ozginchagina qotishlik u hech narsa emas. U hamma odamda, mana misol uchun borib tekshirsa mandan chiqadi, ko'p odamda bo'ladi. Xullas aytmoqchimizki, kasallikka ya'ni yaxshi kurashib, to'g'ri muolaja qilsa, xuddi shu akamiz olgan natijani sizlar ham olishingiz mumkin. Bu video olishimizdan maqsad meni oldimga kelgan sen davolab qo'yayotganim yo'q. Ya'ni bu sizlarga bitta kuch, ya'ni odamlarni ya'ni haligani yomon xavotirlanishdan, tushkunlikdan olishish uchun qilingan asli videolarimiz. Shunday bo'lsa ham sizlarni oila a'zolari bilan hammanglarni tabriklayman. Aka siz ham navarangizni, chevaralarni vaqtini ko'rib yuring, farzandlaringizni. Kinoyim bilan qo'sha qaring, yana ham uzoq umr ko'rish tilab qolaman. Bu kasallikni boshdan o'tkazdi, juda ko'p sinovlar bo'ldi. Ana hozir juda natijalari zo'r. Endi bir aniq qilsangiz shundoq o'zimdan xursand bo'lib ketib bir bag'rimga bossam. Allohga shukr, bular umrini uzoq qilsin, ishlab charchashmasin, menga o'xshagan kasallarni to'xtamay davolasin, izlanishlardan qolmasin. Men xursand bo'lgan yerim, bular to'xtamay izlanar ekan. Shu tomoniga xursand bo'ldim. Natijalar a'lo. Mana meni ko'rib turibsizlar. Meni ikkita odam ko'tarib kelgan. Hozir 18 yosh boladan yaxshiman. E'tiborlaringizga rahmat. Sog' bo'linglar. Nechiligida telefoningiz?